40 ta zapichonli rolni 327 ming dostavka qildirib, shu retseptni olishga qaror qildim. Bundan 2 baravar arzon narxga mazasi birga bir o'xshab chiqadigan 90 ta zapichonli rol qilamiz. Tovuq filesiga ziravorlar, o'simlik yog'i, mayonez solib aralashtirib, duxovkaga 190 gradusga pishirishga jo'natamiz. Qozonga yog' solamiz, 1 kilo yuvilgan alanga guruchini solib qovurib, 1 litr suv solib, suv kamaygandan keyin 20 daqiqaga dimlab qo'yamiz. 120 gram risovый uksus, 120 gram shakar, 20 gram tuz solib, gazga qo'yib, shakar va tuz eriguncha aralashtiramiz. Pishgan guruch ustidan sousni quyib, sovishini kutamiz. Makisu cho'plarini bozordan 15 mingga oldim. Videoda ko'rsatilgandek strechlab olamiz. Bodringni videoda ko'rsatilgandek qattiq qismlarini uzunchoq shaklda kesib olamiz. Pishib sovigan tovuq go'shtini kesib, alohida idishda mozzarella sir hamda mayonezni solib aralashtiramiz. Rollarimizni terishni boshlaymiz. Makisu ustiga nori qog'ozini qo'yib, 130 gram guruch solib tekislab, qattiqroq tvorojniy sir, bodring hamda tovuq go'shtini solib videoda ko'rsatilgandek o'rab olamiz. Oxirida noriga ozgina suv tekkizsanglar yaxshi yopishadi. Profilimga oson va ishonchli retseptlarni joylab boraman. Bu orada menga obuna bo'lib qo'yinglar. O'rab olgan rollarimizni o'tkir pichoqda bir xil kattalikda 10 ta bo'lakka bo'lamiz. Ustiga tayyorlab olgan mayonezli aralashmani surib, duxovkani tepa qismini eng baland gradusda yoqib, listni eng tepasiga qo'yib pishirib olamiz. Pishgan rollarimiz ustiga unagi sos hamda kunjut sepib iste'mol qilamiz.